Assalomu alaykum obunachilar, vatandoshlar, kuzatuvchilar, bog'dorchilik ishqibozlari. Mana bugun 24-mart sanasi. Uzum qalamchalarini ko'chat qilishga ekyapmiz. Bu yil bir yangicha tajriba sifatida qilyapmiz bu usulni. Qora salafan bilan mulcha qilib ekyapmiz. Mana buning tagidan kapelni shlanka tashlaganmiz. Har 20 santimetrda tomizgichi bor buning. Va buni 60 santimetrga agat oldik buni. Va bu qalamchalarimizning navi gigant navi. Bu yil juda ko'pchilik ko'chatdan so'radi. Bundan xudo xolasa kuzga ko'chati tayyor bo'ladi. Mana shunday usulda ekyapmiz. Qani natijasini ham video qilib joylaymiz buni. Qanday natija beradi. Buning afzalliklari, bu tuproq namligi, tezda namligi uchib ketmaydi. Tezda chanqab qolmaydi ham. Buning tagidan o't o'smaydi. O't o'smaydi. Mana shu usulda ekyapmiz. Mana bu qalamchalar. Mana o'zi ildiz otib boshlagan. Gigant qalamchalari. Kuzga baquvvat ko'chat bo'ladi, xudo xolasa.